Mamlakatimizda qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash, davlat byudjeti mablag'laridan oqilona foydalanish hamda bunyodkorlik ishlarining sifati ustidan nazoratni kuchaytirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Shu maqsadda Toshkent viloyatida qurilish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, aniqlangan kamchiliklar va ularni bartaraf etish choralari yuzasidan tahliliy yig'ilish o'tkazildi. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, prokuratura organlari tomonidan qurilish sohasida qonunlar ijrosi ustidan tizimli nazorat o'rnatilgan. Davlatimiz rahbarining 2026-2028 yillarda O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida joriy yilda Toshkent viloyatida amalga oshirilayotgan ishlar haqida axborot taqdim qilindi. Yuzaga kelayotgan muammolar tahlil qilinib, zarur chora-tadbirlar belgilab olindi. Joriy yilgi investitsiya dasturida 240 dan obyektlarni qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi belgilangan. Bu maqsadlari uchun byudjetdan 2,4 trillion so'm mablag'lar ajratib berilgan. Albatta, prokuratura organlarining oldida turgan asosiy vazifalaridan biri bu ajratilgan mablag'larni maqsadli ishlatilishida nazoratni ta'minlash hisoblanadi. Bu borada viloyat prokurorimizning alohida topshiriqlari imzolanib, joylarda hududiy prokurorlarga ijro uchun tushirilgan. Yig'ilishda ko'tarilgan masalalar o'zini yechimini topdi hamda istiqbolda kelgusida amalga oshirilgan vazifalar ham muhokama qilib olindi. Shuningdek, yig'ilish chog'ida bugungi kungacha 24 ta obyekt foydalanishga topshirilgani ma'lum qilinar ekan, qolgan loyihalarda belgilangan muddat va sifat talablariga qat'iy rioya etish yuzasidan mas'ullarning javobgarligi kuchaytirilishi lozimligi ta'kidlandi. Yig'ilish davomida nazorat tadbirlarida aniqlangan jiddiy kamchiliklar ham ochiq muhokama qilindi. Xususan, 4 milliard 300 million so'mlik sifatsiz bajarilgan ishlar aniqlanib, joyida bartaraf etilgan. 70 ta holatda esa 12 milliard 100 million so'mlik amalda bajarilmagan ishlarni hisobotlarga qo'shib yozishning oldi olingan. Yig'ilishda qurilish sohasidagi har bir bunyodkorlik ortida davlat mablag'i, aholi manfaatlari va jamiyat ishonchi turgani alohida ta'kidlandi. Shu bois sifatsiz qurilish, qo'shib yozish va mas'uliyatsizlik holatlariga nisbatan murosasiz munosabatni davom ettirish, har bir loyihaning ijrosini qat'iy nazorat qilish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi.